Immunitet ikki turga bo'linadi: tug'ma hamda orttirilgan immunitet. Tug'ma immunitet bola tug'ilgandan bo'ladi va bunga terisi, shilliq qavatlari hamda turli organizmdagi fermentlari va bular bolani himoyalash uchun vaqtinchalik yetarli, lekin kuchsiz baryer hisoblanadi. Va orttirilgan immunitet bu kuchli organizm himoya funksiyasi hisoblanadi, himoya tizimi hisoblanadi. Bu qaysi holatlarda shakllanadi? Orttirilgan immunitet shakllanishi birinchidan kasallangan paytda, kasallangandan keyingi shakllangan orttirilgan immunitet hamda vaksinatsiyadan keyin shakllangan orttirilgan immunitet. Kasallanganda organizmga kirgan virus yoki bakteriyani organizm kurashadi, o'rganadi, unga nisbatan himoya funksiya hosil bo'ladi va keyingi paytda reinfeksiya bo'lsa, yana qayta o'sha infeksiya tushgan paytda organizmda tayyor shablon bor, ya'ni unga qarshi kurasha oladi. Vaksinatsiyadan keyin hosil bo'lgan orttirilgan immunitetda esa bunda faqat tayyor holatda jonsizlantirilgan yoki chala o'ldirilgan o'sha virus yoki mikrob organizmga kiritiladi va yana o'sha immun tizimi o'sha infeksiyani o'rganadi va unga nisbatan qalqon himoya hosil qiladi va organizm shu infeksiya tushgan paytda himoya tizimi ishga tushadi. Immunitet ikki turga bo'linadi: tug'ma hamda orttirilgan immunitet. Tug'ma immunitet bola tug'ilgandan bo'ladi va bunga terisi, shilliq qavatlari hamda turli organizmdagi fermentlari va bular bolani himoyalash uchun vaqtinchalik yetarli, lekin kuchsiz baryer hisoblanadi. Va orttirilgan immunitet bu kuchli organizm himoya funksiyasi hisoblanadi, himoya tizimi hisoblanadi. Bu qaysi holatlarda shakllanadi? Orttirilgan immunitet shakllanishi birinchidan kasallangan paytda, kasallangandan keyingi shakllangan orttirilgan immunitet hamda vaksinatsiyadan keyin shakllangan orttirilgan immunitet. Kasallanganda organizmga kirgan virus yoki bakteriyani organizm kurashadi, o'rganadi, unga nisbatan himoya funksiya hosil bo'ladi va keyingi paytda reinfeksiya bo'lsa, yana qayta o'sha infeksiya tushgan paytda organizmda tayyor shablon bor, ya'ni unga qarshi kurasha oladi. Vaksinatsiyadan keyin hosil bo'lgan orttirilgan immunitetda esa bunda faqat tayyor holatda jonsizlantirilgan yoki chala o'ldirilgan o'sha virus yoki mikrob organizmga kiritiladi va yana o'sha immun tizimi o'sha infeksiyani o'rganadi va unga nisbatan qalqon himoya hosil qiladi va organizm shu infeksiya tushgan paytda himoya tizimi ishga tushadi.